Mana shu ikkita novosimiz. Keyin darvozaxonadagi Nexus'imiz bor. Buni ham berib yuboraman deyaptilar. Mana Nexus'imiz chiroyli, yaxshi holatda turibdi. Assalomu alaykum hurmatli kanal kuzatuvchilari, bizlarni kuzatib borayotgan bizlarning yaqin obunachilarimiz. Biz sizlarga eng yaxshi nilamiz. Qorzo Chirchiq tumaniga kelganmiz. Paltadeldan 7 kilometr ichkari kirganda bu xonadonimiz. Narxini sizlar uchun oldindan aytib o'tib ketaman. $75,000 deyaptilar. 14 sotikli xonadonimizga mana shu cho'tki shikalat xonadon deb o'ylayman. Endi xonadonimizni plus taraflarini, zo'r taraflarini aytib o'tib ketaman. Faqat videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Mana shu Nexus bilan ikkita novosi shunda bonusiga ham berib yuboraman deyaptilar. Agar kelishsangiz faqat. Endi tashqaridan fasadlarimizni ko'rsatib o'tib ketaman. Shag'alli to'kilgan, ko'ryapsizlar. Maktab bog'chagacha gideti 300-400 metr tashkil qilayotgan ekan. Bu yerga qo'yliqqacha Damas katta avtobuslar ham bemalol yuradi deyaptilar. Gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q, hammasi bor. Fasadimiz uzunligi 29,5 metr bo'pti, ichkari 40 metrmidi? 45 metr tashkil qilyapti. Xonadonimiz yashash uchun tayyor holatda. Kirishimiz bilan ko'rib turibsizlar, mana shunaqa навесный zona qilib qo'ygan ekanlar, chiroyli qilib. O'ng tarafga bolalarim uchun deb betonlar ham qilib qo'ygan ekanlar. 4 ta xona qilib alohida, faqat srochni shu haftaning oxirigacha sotishim kerak deyaptilar. Srochni tushib ketaman deyaptilar Qozog'istonga. Agar kelsanglar, pastda egalar nomerini yozib qo'yamiz. Egalar bilan o'zingiz chiroyli baraka qilib olsanglar ham bo'ladi. Kelishtirib arzonga ham berib yuboraman deyaptilar. O'ng qo'ldan boshlaymiz. Oshxonamiz bo'pti. Mana bu ko'rib turgan hamma narsalarni sizlarga padarga qilib shu yerga tashlab ketaman deyaptilar. Oshxonamiz ham yaxshi holatda turibdi. Kirishimiz bilan asosiy kiruvchi eshigimiz shu yerda boshlangan. Qaranglar, chiroyli, yaxshi eshiklardan qo'yib qo'ygan ekanlar. Kiramiz. Bolalari o'zlari uchun chiroyli qilib remont qilib bergan ekanlar. Kirishimiz bilan shunaqa uzun yo'lligimiz bo'pti. Ataplini shu yerga joylashtirilgan ekan. Hammom, dushlari ham bor o'zlari. Yaqinda remontdan chiqarilgan ekan xonadonimiz. Endi kirishimiz bilan mana bu joyimizni yopib bitta xona qo'rsanglar, bu joyimiz 4 ta xona bo'lib ketar ekan. Kirvomiz bitta xona bo'pti. Chiroyli gilamlar solib qo'ygan ekanlar. Bu mehmonlar kutadigan zalimiz bo'pti. Qaranglar, akfoynalar qo'yib qo'yishgan. Plenamiz isirkan bu yerda. Mana bu xonamiz tagiga tupli pol qilgan ekanlar. Bu mehmonlar kutadigan zalimiz bo'pti. Zalimizni ham chiroyli qilib qo'ygan ekanlar. Tashqari qaragan o'zini oynalariga ega. Va oxirgi xonamiz, oxirgi otalarimiz uchun mo'ljallangan. Bu yerda kichkina bo'lsa ham spalniyamiz bor. Ko'rib turibsizlar, xonadonimiz fayzli xonadon. Okam o'zlari chorva bilan shug'ullangan ekanlar, ko'ryapsizlar. To'yxona deysizmi, o'tinxona deysizmi, hammasi bor ekan. Mana shu to'yxonamiz orqa tarafida yerlari bor ekan. Bemalol 5 yilgacha shu yerga bedamedagi foydalansanglar ham bo'laverar ekan. Yana undan tashqari to'g'ridagi qaranglar, agorodimiz ancha katta. Teraklarni ham shu tekinga sizlarga padarga qilib tashlab ketaman deyaptilar. Menga eng zo'r yoqqan tarafini aytib o'tib ketaman sizlar uchun. Mendan so'ragan okukalarimiz bor edi. Chorvachilik bilan shug'ullanaman deyishyapti. Agar kelishsanglar okam bilan mana shu ikkita novosni ham berib yuboraman deyaptilar. Agar kelishsanglar, pulini kelishsanglar, shundoq tashlab ketaman deyaptilar. Mol boqish uchun bemalol sharoitlari bor. Orqa tarafda qaranglar. Ancha katta joylari bor ekan. Mana bu yerda menimcha bir 3-4 yilga yetadigan beda preslarni ham bosh tashlagan ekanlar tomga. Bularni ham sizlar uchun tekinga padarka qilib ketaman deyaptilar. Sizlarga plus tarafini aytib o'tib ketmoqchi edim-ku. Videoning davomida ko'ringlar. Mana shu ikkita novosimiz. Keyin darvozaxonadagi Nexus'imiz bor, ko'rsatingizlar. Mana shu Nexus'imizni ham kelishsanglar buni ham berib yuboraman deyaptilar. Mana Nexus'imiz chiroyli, yaxshi holatda turibdi. Srochni sotishlari kerak, xonadon egalari faqat sotib Qozog'istonga ketishlari kerak ekan. Pastda nomerni qoldiramiz, aloqaga chiqib o'zingiz chiroyli baraka qo'ying.